Esselamu Aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Qarindaşlar, bugünkü mavzu Uygurlar indigenous people mu? Yani indigenous xalq mu? Bununla yeni bir mazmun qetip qo'yay. Mustaqillik mu, azatlık mı? Bu iki atalgı hakkında to'xtalishimni talab qilgan qarindoshlar vardı. Bunun ahirida u vaqtda to'xtalib o'tay. Qarindoshlar, bir hasratim bor, bir derdim pat-pat qo'zg'alib qoladi. So'zlaydiganlarimga bek to'la. Agar boshqa ishim bo'lmasa, har kuni so'zlasammi gap topalayman. Ama ko'nglimda bir g'ashlik, bir xil ikkilanish har zaman bosh ko'tarib turadi. Yani mush qilib bir yararı bo'layotamliganda degan gumon. Bo'layotadi deysem, bunda bir alomatni ko'rmayapman. Barmoq chiqarib qo'yish, bir og'iz maqtab qo'yish, duo tilaklar. Bilamsizlar? Men ba'zida sizlarning ko'zimga kirib olib, so'zlaganlarimning ichidagi ba'zi nuqtalarni ko'chilab, so'raydiganliginglarni faraz qilib, o'zimcha mushunda so'rab qolsa nima deyman deb tayyorlikda bo'lib ketadigan chaqlarim bo'ladi. Lekin sizlardan undaq savollar kelmaydi. Ba'zi g'uva nuqtalar, faqatla yipushlari, aniqlamaga ehtiyojli joylar diqqat bilan anglagan va tushungan odamda muqarrar tug'ilish ehtimoli bo'lgan savollarning so'ralmishi meni gumonga soladi, ikkilantirdi. Diqqat bilan anglayotgan, tushunib anglayotgan odamning tayini yo'qmi nima degan shubhani tug'diradi. Shuning bilan ko'nglim soviydi. Lekin nima qilay boshqa? Yani şu sizlar bilan yuzlashib turmoq hayotimga zinnat bag'ishlaganidan yanada sizlarni hurmat qilaman. Nimishqa jiddiy astoydil savol so'raydiganlar yo'q. Demak, tushunish, manfaatlanish yetarli emas. O'ylaninglar qarindoshlarim, o'ylaninglar. Esinglarda bo'lsa kerak, men rasmiy bo'lmasam taklif bilan muallimchilikni qilib boqqan vatandik chog'da. Buni degandim o deyman. To'liq o'tirib radio, televiziya universitetida. Muallimlarning nazarida tushungan o'quvchi savolni ko'p so'raydi. Tushunmaganlar nimani so'rashini, qayerdan so'rashini bilmagach so'ramaydi. Mana shu muallimchilik kechmishimdan qolgan bir tajriba demdik, bir kasbiy baholash metodi demdik. Mana shu kechmishim bo'lg'achqa, ajiba men tamg'i gap qilayotgandek behuda avar bo'layotgandurmanmi deb ko'nglim yerim bo'ladi. Shunga bu ko'ngil yerimliqimga qarata qarindoshlarning savol so'rashini umid qilaman. Ko'chilishini umid qilaman. Her videoda savol so'rashga tegishli bek ko'p nuqtalar bor. Texnik kengaytish talab qilinadigan, oxirisini nima deydigan nurg'un iya bor. Mana hech kimda bu gap yo'q. Bo'ldi. Xo'sh, endi keldik Molla Zadiga degandek temaga kelinib. Qarindoshlar, Amerika Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur qurultiyi qatorliq da'vochi tashkilotlar millatimizga,
indigenous people salayeti kazandırıp büyük bir hizmet gösteriş urinishida yıllarca tipirlap geldi. Dastlab qapasdan chiqqandan boshlab bu shumliqqa diqqatim qo'zg'alib, qarshi turib kelayotgan edim. Men video nashr qilishni boshlagandan keyingi 3-chi videoda bu mavzu haqida to'xtalgan edim. Buningga hozir 4 yil bo'lib qoldi. Bu videoni Zumrat xonim yasab joptib qayta to'riq qo'yib ekan, anglab baxtim. Javob yetarli bo'lgandekmi qiladi. Yana so'zlab o'ltirishimning hojatimi yo'qkan to'q. Asli buning o'rniga men jahonni qizitib, shu muloyizchi, tahlilchi, siyosatchi degan hech kim qolmay eg'iz yo'mzayotgan Taliban, Afg'oniston, Xitoy bu munosabatlar haqida so'zlashim kerakkan tuqagar bugun. Ama bu mavzuni e'lon qilib qo'yaptiman. Deydiganning hammasi burildi deyilib bo'pti ekan aslida. Endi uni unutib qoldinglar to'g'ri. U o'tib ketganini qayta ko'rib baqay deydigan unda izlanish yo'q. Endi bu mavzu e'lon qilinib ketganligi uchun bir necha yangi gap tepib bu indigenous haqida tepmalal qilishga urinadigan bo'ldim bugun. Yaqında bu tirishchan da'vochilarning Sharq Turkistonliklarni hech tatinmasdilar. Indigenous people deb ataganligini ko'rdim. Demak, ular bu qarashni sabitlashgan. Qat'iy qarorga kelgandek. Sharq Turkistonliklarga bu g'oya zo'r yaxshilikni mardlik bilan baxsh etmoqchilik qiladi. U holda Sharq Turkistonliklar qozonamda indigenous people salayetini beşik kiyivasa yoki uttiramdi. Bularga qarab chiqamiz. Shundaqla biz bilan hamma shart sharoitlari o'xshab ketadigan. Ammo siyosiy da'vodagi sapasi, tajribasi bizdan ustun bo'lgan Tibetliklarning bu masaladagi tutumi bilan taqqos qilib, bu masalani tushunishga tirishib boqamiz. Ilgirmi Tibetliklarga selishtirib ekanman. Aslida bu masalaning qapasdan chiqishi bizning muhtaram da'vochilarning o'z aqli bilan bo'lgan ishmi emas. Bu esinglarda olsin qarindoshlar. Ularga pul berayotgan tashkilot demokratiyani himoya qilish ittifoqi degan. Endi ujma deydi. Bo'libmi bu tashkilotdagi Xitoyning xotini bo'lgan Luisa xonim va shuningdek bu tashkilotdagi Xitoyparastlik havosiga to'yingan kishilar yoki ma'lum kishi tarafidan bularga buyurilgan. Birleşken Milletler Teşkilatı'na Indigenous People salayeti talep kıldıgan bir parça iltimas yazıp tapşırınlar deb buyruq tushirilgan. Chunki Türklarning bir temsili var ya, pul vergen buyruq mu beradi deydilar. Tabii ki buyruq beradi pul verganda. Endi yana shundami qo'shimcha qilingan bu buyruqqa. Yozadigan odaminglar bo'lmasa, odam yollab yozdiringlar. Pulini biz beramiz deyilgan. Bu rasvochilik mana shunday boshlangan. Pul vergan odam buyruqni beradi degan mana shu. Xalqning quchqida oltasan. Xalqning quchqida o'tirib olib, cho'ng odam bo'lgan olmaydi. Bo'lam deya. Xalqning quchqida o'tirgandan keyin nim bo'ladi bu ish? Shu xalqning degandek bo'ladi. Öz ishingga o'zing ega ololmaysan, ya'ni xalqning quchqida o'tirsan. Birlar tarafidan talab qilinib, bizninkilarga tengilgan salohiyat talab qilish kishi keyin bizninkilarga yiqib ketganmi yoki mushunda bir ishlarni qilsa, xeyr ishda o'tayotgandek havoyisidiganligiga ma'qul bo'lib ketdimi? Aytavr bu ko'nib qolishning natijasida
Goya bunu bir muqaddas vazifa bilib, texicha davom qilayotganligini yaqinda tasodifiy bilib qoldi. Qarindoshlar. Aldı bilan bu ishning qapasdan chiqish tarziga diqqat qilib, shu vaqtda o'ylanib turinglar. Nima uchun? Pul vergichilar bizga bundaq bir salohiyatni ravo ko'rdi va iltimos qilishni buyurdi. O'ylang. Ular haqiqatan bizning foydamizni ko'zlaydigan kishilarmi? Foydamizni ko'zlaydigan tashkilotmi? Buni darhol inkor qila olamiz. Chunki ashuningdan burunroq, shu ish qapasidan chiqishdan burunroq zamonlarda bir qatim Uyg'ur ayollariga bir yig'in bo'ladi. Ash tashkilot tarafidan uyushtirilgan. Ya'ni pul berayotgan tashkilot tarafidan uyushtirilgan bu yig'in. Uyg'ur ayollarining yig'ini. Yig'inni ashla o'rinlashtirgan. Louisa Hanım, Xitayning xotini Louisa Hanım kirish ishigida turib ekanmish, anlasam. Bir Uyg'ur ayolning quchqidagi bolasining qo'liga tutqizib qo'ygan kichik bayroqni ko'rib tatirib ketgan Louisa Hanım. Va bolaning qo'lidan bayroqni yulib elib, axlat qutisiga tashlab etgandan keyin ayolg'imi iltifotsizlik bilan muomala qilib, andin kirishiga yo'l bergan. Bu qilmishdan biz bu o'rinni biz uchun foyda vermaydigan, Xitoyga asteroiddan bog'lanishi borligi gumonini qo'zg'aydigan taraflari borligini qiyos qila olamiz. Endi bu indigenous people deganning zodi nimaligini tushunishga tirishib boqaylik. Burunqi videoni tekrar bir ko'rib bakmang qarindoshlar. Endin qag'iniga yana buni ko'rsanglar bo'ladi. Ma'lum naql qarindoshlar. Indigenous xalqlarning yurtlari tarixdan beri cho'ngroq etnik guruhlar tarafidan mustamlik qilinib kelgan. Bu bir naql. Dunyoning har qaysi joylaridagi minglagan indigenous uluslar, nationlar yani. O'zlari asosliq etnik guruhi bo'lmagan davlatlarda yashaydi. O'zlari etnik guruh, asosliq etnik guruh bo'lmagan davlatlarda. Bizning indigenous people salohiyatiga tushishimiz uchun qanday bo'lish kerak ekan? O'zimiz asosliq millat olmagan davlatda yashagan bo'lishimiz. Yani Cungu'da yaşayotgan bo'lishimiz kerak. Çünkü Sharq Turkistonda yaşayotgan bo'lsak, nima bo'ldi? Biz Sharq Turkistonning asosliq millati. U holda biz indigenous people bo'lmaymiz. To'g'ri. Bizning yaxshi niyatlik da'vochilar indigenous xalqlar uchun Birleşken Milletler Teşkilatı tarafından belgilengen hukuklarını bizge köz kılışı mümkün. O kadar hayvetlik hukuklar var. Uğraz. Ama biz Xitayni bilimiz qarindoshlar. Shunday mı? Yapma. Xitayni biz bek obdan bilimiz. Xitay degan tarixdan bugunga qonunlarni ko'rinishga chiqaradigan ama başka narsani icra qiladigan bir millat. Bugungi kommunistlarla emas, ba'zi kommunistlar yo'qishib qopti. Xitoylar kommunistlar emas. Xitoylar shunday bir xalq. Andaq ekan, Birleşken Milletler Teşkilatı belgilagan shu dog'dug'uliq huquqlar, indigenous people'larga to'kib etgan shu marhamatlar, shu manfaatlar Xitoylar uchun qaror kelamda. Çünkü Xitoylar o'zlari chiqargan avtonomiya qonunlariga amal qilmagan yerda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın qoida nizomlariga qanday amal qilsin? Xitoy bu salohiyatimizni e'tirof qilgan taqdirda belgilangan huquqlarimizga kim kafolatlik qiladi? Bu yana Xitoyning insobiga qiladigan ish bo'lsa.
Faqat qog'oz yüzida qoladi degan gap. O halda biz hech nimaga erishamagan bo'lamiz. Ammo biz Xitoy uchun nurg'un narsalarni e'tirof qilib bergan bo'lamiz. Nimalarni e'tirof qilib bergan bo'lamiz? Endi davomli ko'ramiz buni. Xuddi efendimning shamolda talqay yeyotganda nima yeyapsiz efendim deb so'raganlarga shamolning peyli mushundaqli bo'ladigan bo'lsa hech nima deganidek Xitoylarning peyli mushundaqli bo'ladigan bo'lsa bizmi hech nimaga erisholmaymiz. Ammo Xitoylar birmuncha qozonchiqqa erishidi. Buni davomli deyman dedim-ku. Endi naql yana mushu indigenouska ait materiallardan naql, torlardan naql. Tibet sürgündü hükümeti her vakit Tibet'nin indigenous halkı işgalligini rep kılıdı. Eksçe Tibet'ni Xitay tarafından besip elingan zemin ve Tibet'nin müstakilligini halkara kanunga uygun dep qaraydı. Demek bu yerda Tibet müstakilligi kanunga uygun davet qılıdın qaraganda bu indigenous bilan bu mustaqillikning chiqishidigan bir yerini bayqaymiz. Bunga diqqat qilinglar. Chunki bu dal indigenous degan atalg'uning cheklimiliklardan kelgan. Tibetning o'zidagi tibetliklar shunda qaraydi-ki, ularga Xitoy mustamlikchilari tarafidan asonliq millat degan atalg'u, ya'ni Xitoyning nazaridagi siyosiy daraja farqi. Buningda Xitoylar hokim, Tibetliklar bo'ysunuvchi millat. Bu asonliq millat degan atalg'u berilib bo'ling'achda, ularning haqiqiy ma'nodagi indigenousligi cheklamga uchraydi. Şimdi ikki atalg'u chekishib qoladi. Chet eldagi tibetliklar uchun indigenousluk bölgünçülükki yol qo'yilmaydigan egilik huquqni ko'rsatgachga. Mana bunga diqqat qiling. Indigenousluk bölgünçülükki yol qo'yilmaydigan egilik huquqni ko'rsatgachga, uningdimi tibetliklar qo'g'lishadigan uzil-kesil mustaqillikni amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Gerçi kimning qandoq sharhilishi bu atalg'uning qandoq ishlatilishini belgilasimi, Tibet sürgündü hükümeti bu atalg'uning ma'nisiga ko'ra o'zlarining zaminida yerli xalq bo'lib, uningga egemenlik qilish huquqini saqlab qoladiganligini, masalan, hech bo'lmaganda Tibet avtonom rayoni ramkasida. Ammo uningdan ayrilib uzil-kesil mustaqil bo'lolmaydiganligi uchun bu atalg'uni ishlatmaydi. Bu mustaqillikka putlashidi ekan qarindoshlar. Videoni mana bu yerda to'xtatib qo'yib, men naqllarning aslisini inglizcha bildiganlar o'qib chiqsanglar bo'ladi. Yana naqlga davom. Bu atalg'u mustamlika qiyg'uvchilarning mustamlika qilinuvchilarni ta'birlaydigan atalg'usi bo'lish sifati bilan yerli xalqni iqtidoi, qaloq ve yavai deb qarashdak ma'niga ega. Yani indigenousta ro'shan kamsitish ma'nosi yo'qolmoqda. İqtidoi, qaloq ve yavai. Shuningga ko'ra, u mustamlikchilarning harakatini madaniyat elib kelish deb pardozlaydi. Yani istiloh harakatini. Bizni besavonmagan, bizga madaniyat ekkagan deganning e'tirofi bo'ladi. Bu atalg'uni qabul qilish. Endi bu yerli xalqlar, ya'ni indigenous people kimlar? Mo'ljallanishcha dunyodagi 70 davlatga tarqalgan 370 milliondan ortiq yerlik aholi bor.
Ular özgüçe an'analarni yo'l qo'yib, ular birga yashayotgan hukmron sinflardan farqlanadigan ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy alohidliklarni saqlab qoladi. Shimoliy qutbdan Janubiy Tinch okeanigacha dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan. Ular o'ziga o'xshamagan madaniyat yoki etnik manbalik kishilar ko'chib kelgan vaqtda shu davlat yoki jug'rafiyalik rayonda yashaydiganlarning o'rtaq avlodlaridir. Ve yeni kelgenler keyin bo'ysundirish, ishg'ol qilish yoki boshqa usullar orqali ularga hukmronlik qiladi. Amerika hindiyonlari indigenous people. Shundaqla Avstraliya, Yeni Zelandiyaning yerliklarni indigenous people. Bunu bilasizlar. Endi Yevropaliklar keldi-ku bularga. Keyin kelganlar degan gap shu. Keyin bularni bo'ysundirdi, ishg'ol qildi yoki boshqa usullar orqali ularga hukmronlik qildi. Yerli xalqlar ichida Amerika qit'asidagilar, masalan Amerikadagi Lakota, Gvatemaladagi Mayala yoki Boliviyadagi Aymaras, Halk rayonidagi, Kanadaning shimoli, qutb rayonidagi Inuit va Aleutianlar, Shimoliy Yevropaning Sami, yerlik kishilar va Torres bo'g'iz qatorliqlar, bo'g'izdikilar. Avstraliya, Arali va Yangi Zelandiyaning Mauriylari. Bu va boshqa yerli xalqlarning hammasida milliy nupusning boshqa bo'laklari bilan ro'shan farqlanadigan alohidliklar saqlangan. Ashular indigenuslar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 94-yilini Xalqaro indigenous xalqlar yili deb e'lon qilish bilan indigenuslarning kishilik huquqlarini to'nigan bo'ldi. Carol McGranahanning talabbuziga ko'ra, bu mushundaq bir guruh xalqning xalqaro atoq bilan to'nilishi birinchi qatimliq ish ekan. BDTning bu qilmishini Tibet surgunda hukumati Tibet xalqiga mos kelmaydigan ko'rdi. Tibet surgunda hukumati indigenous people degan ismni o'z davlati bo'lmagan va qaloq qolgan qabilalar deb tushundi. Shuning uchun McGranahan Tibet surgunda hukumati tarafidan ogohlantirildi. Sen bizga bu atalg'ini qo'llanma deb. Ve Tibet xalqiga indigenous kalim atalg'isini ishlatmaslikni tavsiya qildi. Tibet rahbarligining 90-yillarda nima uchun bu atalg'ini rad qilganligi oydinlashdi. Bu xil aniqlamani qabul qilish o'zidan tuvan darajadagi turga rozi bo'lishni ko'rsatadi. Bu yana Tibet xalqining egilik huquqini asliga keltirish siyosiy g'oyasini buzib qo'yapti. Shuning uchun Tibetliklar Birleşken Milletler Teşkilatı'daki modern organlarının bu xildagi xizmatini rad qilgan. Bizga kerak yo'q. Chunki bu organlar indigenous va yerlik degan atalg'ularni qaloq, qabilalikdan olqib o'tolmagan deb ta'rif qiladi. Shundaqla ularning siyosiy faoliyatlari kishilik huquq atrofida bo'ladi. Mana biznikining shu kishilik huquq atrofida bo'layotdi ya. Ve egilik huquq atrofida bo'lmaydi deb qaraydi. Bunga diqqat qarindoshlar. Kishilik huquq va egilik huquq. Egilik huquq degan davlat demakdir. Qarindoshlar. Qisqacha xulosa qilsak, indigenuslar mustaqillik huquqini manguga yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Çünkü ular istilochilar tarafidan berilgan as-sonliq millat degan atoqni qabul qilgan bo'ladi. Sababi indigenous bo'lishning sharti ma'lum davlatda asosiy etnik guruhga o'xshamaydigan madaniyat va kultural alohidaligi bo'lgan as-sonliq millat bo'lishi kerak bu açık. Eğer Uygurlar yoki Tibetlar bu atoqni qabul qilsa, Xitoy davlatini davlatim deb qabul qilgan bo'ladi. Dal shundaq bo'lgandilar, Xitoy davlati ichidagi as-sonliq millat bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar mustaqil davlati bo'lgan bir millat o'z davlatida qanday as-sonliq millat bo'lsin?
Bundan başka terakkiyat, medeniyet safhası, insanlık derecesini ifade kıladigan bulup, bu indiceniz normal insanların milleti nation dep atılıdı. Fakat terakkiyatta akır kalgan kalak, insanlık süpütüme tüven, başkalar yani istilacılar elip gelgen medeniyetten behremen buluş kılı mehkum bolganlar indigenous değilidir. Ularni besi vağıçılar tacavuzcu hesaplanmaydı. Belki medeniyet elip gelgici hesaplandı. Tibetliklerinin bu atakını red kılışının sebebi del onundaki kemsitişmenisi. Bulupma Xitay devletinin bir parçası yaşaydıganlıqını itiraf qilganga barabar bop qaldıganlıqı Tibet degen namның ornuga desseydigan nam boğunu müstaqillik davası qılanmaydiganlığı üçündür. Endi bizge nol qazanç keltirdigan bu parlak hizmetinin Xitay tarafiga nima elip keldiganligiga kelsek, biz Xitaylardan tüven turdiganligimizni, medeniyet jihatdan qalaq ekanligimizni, xuddi Mehmet To'xta degandek davlat qurgudek, bosh qurgudek salohiyatimizning yo'qligini, Xitay davlati ichida asonliq millat ekanligimizni, Xitaylarning bizga medeniyet elip kelib, bizni qalaqlikdan, ibtidoiylikdan qutqizib olganligini e'tirof qilib bergan bo'lamiz. Ve müstakillik talep qilish salohiyatimizni mangulikka yuttirgan bo'lamiz. Xitoylar bizga hech narsa bermayla mana shularga erishdi. Qarindoshlar. O'shavlanli qarindoshlar. Ovning ovchini tunib qo'ygunning ziyni yo'q degan tamsilni bek ko'p dedim. Kim tarafidan ovlanayotganligini bilib qo'yganning ziyni yo'q. Şunlaşqa küzümlarını içinler. Facebook'ta oturup edip bunun barmak çıkırış bilen bulmay. Kim nimi kılıvatıdı? Nimini teşebbüs kılıvatıdı? Bu milletke bunun faydası var mı? Zihni var mı? Azırak izlenip uyanlık erimdaşlar. Okuğallarını hele köp. Emmenlik qarqılsak mı emez. Torlardan izlep körenler bu ne? Indigenous mevzumuz müşakçı bolsun qarindoshlar. Qag'ini sizlarning vatanparvarlik, millatsuvarlik tuyg'ularingizga bog'liq. Qag'ash. Buni biz takrorlayvermaylik qarindoshlar. Endi qag'inini o'zingni bilinglar. Bu salohiyatni qozondirish uchun bizga bu qadar parlaq xizmatni sunayotganlarga hech qanday aytamsizlar yoki la'natlamsizlar o o'zingizning ishi. Uni sizlarga majburlab tang'ilib olmaydi. Faqat biz haqiqatni deb qo'ydik. Bitdi. Endi mustaqillikmi, ozodlikmi? Bu ikki atalg'u haqida. Bu tilga munosabatli ekan. Bu yani del mening kesbim bu. Men mush tilning, yani Uyg'ur tilining mutaxassis hisoblanaman. Ponimi etib qo'yay azroq. Buningda mening söz sahibi bo'lish salohiyatim bor. Mustaqillik nazarlik. Buningga til nuqtasidan boshlaylik gapni. Har qanday bir tilda nurg'un ma'nodosh so'zlar bo'ladi, bilasizlar buni. Ama ma'nodosh deyilsimi, birining o'rniga birini destekli bo'lmaydigan ahvollarni ko'rildi. Ma'nodosh so'zlar ichidagi a'zolardan birisi universal xususiyatga ega bo'lib, buni hammasining o'rnida ishlatishga bo'lishi mumkin. Ama başkalarını undan o'zaro almashtirib ishlatgan olmaydi. Masalan, yaxshi, obdan, baland. Bularning ichida yaxshi bir qadar universallikka o'g'achqa başkalarının o'rnida ishlatsa bo'ladi. Lekin başkalarını yaxshini ishlatganning yerning hammasini ishlatavergan olmaydi. Yani masalan, mustahkam, chin, mahkam, tavranmas, sabit degan so'zlarni oldigan bo'lsak, bularni ma'nodosh. Lekin birining o'rnida birini ishlatgan olmaydi. Sabit, siljimaydigan, muqimlik ega.
Yılmaz degan ma'nolarni beradigan bo'lib, buning o'rnida ching degan so'zni ishlatish bir xil yarışımsızlık tuyuladi. Yolg'on bo'lsin da depetningmi. Endi bunda tefekkür qilingmi. Qal'alar haqida mustahkam deyish mumkin. Ama sabit degili olmaydi. Qattiq moddalarni ching deyishimiz mumkin. Ama tevrenmez degili olmaydi. Shundaqda? Yana masalan, güzel, chiroyli, uz, satan, ko'rkam. Odamning chiroyini ko'rkam degili olmaydi. Güzel bir qizni ko'rgan vaqtingizda ko'rkam demaysizlar. Faqat qurilishlarning go'zalligini ko'rkam deyish mumkin. Satan degan so'zda muayyan masxara ma'nosi yoshirilgan. Vah akaza. Mana shunda. Endi temaga kelsak, ozodlik bilan mustaqillik ma'nodash so'zmi hisoblanmaydi. İkisi ma'nodash emas. Ozodlik teng nimaga? Hurlik, erkinlik. Ozodlik degan hurlik, erkinlik bilan ma'nodash. Shundaqdimi bularni almashtirib ishlatgan olmaydi. Ma'nodash bo'lgan bilan. Gerçi ozodlik bilan mustaqillik ma'nodash bo'lmasa-mu, bir davlat, bir millatga aloqador bo'lganda ma'nodoshlikqa ega bo'lib qoladi. Masalan, Sharq Turkiston tuprog'ini Xitoy tajovuzchilarining hukmronligidan ozod qilish deyilganda yoki shu ma'noda ishlatganda mustaqillik bilan bir ma'noni bildirdi. Shunga g'arazda boshqa shumliq bo'lmaganda bu ikkisini aralashtirib ishlatganning xatosi yo'q. Masalan, Sharq Turkiston ozod bo'ldi demak, mustaqil bo'ldi demak. Mustaqil bo'ldi demak, ozod bo'ldi demak bo'laveradi. Lekin agar birlari mustaqillik demayli, ozodlik deyli deb ta'kidlagan bo'lsa, bu yerda ma'lum sog'lom bo'lmagan g'araz borligi seziladi. G'arazlik burmalash ma'nosini o'z ichiga elib qolayotganini ehtiyot tuyg'ularimizni g'idiqlaydi. Nima uchun bu ikki atalg'i haqida bunday talash tartish elib berish zarur bo'lib qoldi? Kishini haqiqatan o'ylantirdi. Mustaqillik degan atalg'ini qo'llansa xatosi bormi? Xato bo'ladigan nima? Qanday ziyonlarni olib keladi? Agar bu savollarga javob bo'lmasa, demak g'arazli bir shumliq uyushtirilganligini jazmlashtirishga bo'ladi. U holda jiddiy turda bunga diqqat qo'zg'alishi muqarrardir. Lekin shunisi nihoyat aniqki, ozodlik mustaqillik bilan tangdosh ma'nodagi so'z emas. Mustaqil bo'lgan biri ozod bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo ozod bo'lgan biri mustaqil bo'lgan bo'lishi noto'g'ri. Chunki nimadan ozod bo'ldi? Bu yerda bir sabab ketadi buningda. Nimadan ozod bo'ldi? Chunki har xil sabablardan ozod bo'lishi mumkin. Mushaqqatdan ozod bo'lishi mumkin. Zulmdan ozod bo'lishi mumkin. Turmadan ozod bo'lishi mumkin degandek. Masalan, Sovet ittifoqi davrida ishlangan bir film bor. İsmi Azadlık. Osvobojdeniyya. Bu filmdeki voqealardan shuni ko'ramizki, bu azodlik natsistlar Germaniyasining istilosidan Sovet ittifoqi tuproqlarini ozod qilganligi qaratilgan bo'lib, Sovet ittifoqining mustaqilligi degan gap emas. Chunki Sovet ittifoqi hech qachon mustaqilligini yo'qotib qo'ymagan edi. Bir qism tuproqni tajovuzchilar besib olgan. Ama o devlet yani mevcut idi. Andaki mustaqillik mavzu bahis bo'lamaydi. Bu ikki so'zdan universal xususiyatlik bo'lgani azodlik. Bu so'zni bir davlatning umumyuzlik tajovuzchilardan qutulishiga ishlatishgan bo'ladi. Bu holda mustaqillik tangdosh keladi. Lekin bu ko'p ochamoq ma'nolarga, ya'ni o'xshamagan vaziyat, o'xshamagan muhitlardagi erkinlikka qaratilg'achqa mustaqillik beradigan ma'noni berolmaydi. Mustaqillik ma'lum darajada xoslikka bo'lg'achqa, qaratmalik kuchli bildiradigan ma'nosi muqimlikka. Ozodlik Xitoychadagi xat ma'nosi bilan izohlasak,
yeshib, qo'yib berish. Ya'ni bağlab qo'yilgan qo'lni yeshib, tutqunni qo'yib berish deganni bildirdi. Tutqunni qo'yib berish, qulni qulluqini bekor qilib, hur qilish qatorliqlar azodlik deb atalishi mumkin. Ammo mustaqillik bularga ishlatilmaydi. Mustaqillik o'ziga xoslik bilan ma'nolash. Bugun bizning siyosiy davomizda mustaqillik atalg'usidan qochish uchun azodlik ishlatilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu qat'iy xato. Buningga jiddiy hushyor turish tegishlidir. Bu yerde bu azadlık muğlak ma'noda bo'lg'achqa. Menda jumla yağlaydı. Uni kommunistlarning zulmidan azod bo'lish. Xitoy hukmronligidan emas. Boshqa Xitoylar yana bizga xo'jayin. Diktator sistemdan azod bo'lib, demokratik sistemga ko'chish. Buningda Xitoy hukmronligidan xalos bo'lish emas, faqat hukmronlikning sifat o'zgarishi ko'zda tutilgan. Mana shunday azodliklarni Mujunda azadlıklar bu. Her xil şerhilinishi mümkün. Hatta bu sözünü taaddi ma'nolarda ishlatishgan bo'ladi azadlikni. Kommunistlar bizni paravan hayotdan azod qildi. Kommunistlar bizni nenimizdan azod qildi va hokazo. Mana shunday shakllarda izohlash mumkinchiliklari bo'lg'achqa, bunda universal so'zlarni bo'libmi siyosiyda ishlatishga ehtiyotchan bo'lgan yaxshi. Çünkü bununla qandaq tafsir qilsangiz bo'laveradi. Lekin mustaqillik atalg'usi xoslikka bo'lg'achqa, uning ma'nosi aniq va muqim. Xitoy istilochilarini qo'llab chiqarib davlatni asliga keltirish degan bir turlik sharhlanadigan bo'lg'achqa, burmilab tushuntirishga imkon yo'q. Xuddi o'z taqdirini o'zi belgilash degan atalg'ini xohlagan odam, xohlagan guruh, xohlagan shaklda izohlagandek, ozodlikni yuqoridagidek tafsir qilishga bo'ladi har xil. Mana shuni degandik biz. Mana ozod oldingmi? Kommunistlar yo'qoldi-ku. Desa og'zingizni tutib qolasiz. Xitoy yanilba. Demokratligi yoki mimigrantligi aytavr bir nimasi. Ayna izohlar vergini bo'ladi. Ammo mustaqillikning ma'nosi ro'shan. Langshimaydi. Azodlik va mustaqillik haqida ashunchalik tafsir qilib qo'ysak yetadi menimcha. Qarasam keyin aldirash bo'lib ketib esimdan chiqib ketmasin. Münasibetsiz bir gapni qilib qo'yay bu yerda, mush fursatda. Diqqatingizga bir ishni havola qilib qo'yay. 2017-yilning keyingi yarimi Uyg'ur qatliamining boshlanish nuqtasi edi. Shundaqmi? Kamplar. Ammo dal shu mezgilda chet elga chiqadigan mo'jizaviy shaxslar diqqatlardan sirt qilyotdi qarindoshlar. Bulardan 3'i alayda mashhur bo'lib, 3'isi siyosiy sabab bilan turmada yetib chiqqanlar. Shunday turib 2017-yildek mudhish bir vaqtda chet elga chiqadigan. Bundan başqa her 3'isi chet ellarda har xil atoqdagi tashakküllarga bosh bo'ldi. Her üçlüsü matbuat teşvikatlarını kızıtmakta. Lekin bu üçeylerinin üçlüsü 5. iyul hakkında hiç kandak bayandı bop bakmadı. Başka kattışlar bile aldıraş. Bugün milli oyg'unishimiz hakkında görünərlik ilgirleş oldu deyilayotgan bir zamanda bular hakkında sual sorulayotamdı. Qanchalik odam bularga diqqat qilyotdi? Ama bular emas. Yana başka bir lermenlerim var. Bu 3 yıllam emas. Ularni o'zi şahit bo'lgan zulmlar haqida lamjim, ammo chet elga chiqib eliblar büyük dava hareketlari bilan aldirash. Bilasizlar, siyosiy sabab bilan turmada yetib chiqqanlar haqida Xitoylar mangu sezgur.
hech qachon diqqatsizlik qilib sanmaydi. Her qancha uzun vaqt o'tsin unutib qolmaydi. Ammo mening demoqchi bo'lganlarim hammasini mo'jizaviy shaklda butun oila a'zolari bilan birlikda chiqib kelgan qahramonlar. Buncha bext bo'lmaydi qarindoshlar. Aşılarga ergişiyotgan bir top var ki. Ulu yalğız qilayotgan yo'q, toplari bilan ular. Shularga ergişiyotadi, yani nurg'un adam. Qarindoshlar, töhfə və munofiqlik mavzularida hisobliqroq bo'laydi. Ba'zi töhfələrinin salmıqını obdaraq dansab ko'raylik. Bu töhfə bir çümperdimi qandaq? degan savol bilan o'ylanish qilish aqlliqdir. Hammanglarga salomatlik va utuq tilayman qarindoshlar. Kelarkim mavzuni deb qo'yay. Shu Taliban, Xitoy, Uyg'ur, Afg'oniston mushuni cho'rdigan bir suhbat qilib qo'yg'im bor. Buni bek achchiq adam qilib ketdi. Endi meni bir o'zimning bilginicha chilab baqay deydi. Salomat bo'linglar. Allohga emanet.